Mana bu videoni bitta ko'ringlar, maza qilasizlar. Bitta stakan suvni ichib yubordimda, keyin ketidan yana bitta stakan suv ichib yubordim. Keyin ro'zadorligim esimga tushib qoldi. Nima bo'ladi? Alloh sizni mehmon qilibdi dedim. Demak, ro'zam ochilmagan? Yo'q, ochilmagan. Rahmat. Peshindan keyin yana telefon qilyapti. Qoraga deydi. Peshinda hamma atrofimdagilar ovqatlanib o'tirdi. Men bemalol ular bilan ovqatlanib o'tiraman deydi. U nima bo'ladi deydi. Sizni esingizda yo'qmi dedim. Yo'q, ovqatlarni yeb bo'lganimizdan keyin yonimdagilar "Sen ro'za tutgan eding shekilli" deb aytib qolishdi. Qonim to'y bo'ldi. Qorin to'y bo'ldi. Ertalab suv ichdim, peshinda tushlik qilib oldim. Endi bu yoq nima bo'ladi deydi. Siz bizani duo qiling dedim. Siz bizani duo qiling. Allohga yaqinroq odam ekansiz. Kimni Alloh shunaqa qilib taomlantiradigan bo'lsa, yodidan ko'tarib qo'yadigan bo'lsa, Alloh o'sha odamni mehmon qildi deyiladi-da o'zi. Hatto bir kunda 2 marotaba yodidan chiqib qolsa ham. Ha? Endi lekin yeyotgan vaqtda yutar darajada turgan ekan, chaynab qo'yibdi. Ro'zadorligi esiga tushsa darrov og'zidan chiqarishligi kerak bo'ladi, sharti shu. Lekin yeb bo'pti, ichib bo'pti, o'tirib ro'zadorligi esiga tushib qolsa, Alloh uni mehmon qilgani bo'ladi, ro'za ochilib ketmaydi.